Assalomu alaykum. Og'aynilar, birodarlar. Mana bugun 5-avgust 2026-yil. Mustafa Qul degan do'stimiz gap beryapti. Orol, Qo'rg'onteva, choyxona Orolda. Endi hamma o'zini nimasi bilan, tirikligi bilan ovora mana. Mahmud aka, Toj aka, Anvarjon, Xonobodli do'stimiz, Hamidullo Burchayda hozir, Mustafa Qul, Obid aka, Burchayda Obid aka mana. Mahmud aka, Hoji aka, nima Qodirjon aka, u ham hoji. Sobirxon akam bugun erta keladi qandaydir. Bu yerda ela shisha qorilar. Azimjon do'stimiz mana nima, unaqa dema, monanga yozilib qoladimi? Shisha qorilar deb chiqmasin ekan. Mana sizni birinchi olyapman har safar. Imoga tashab qo'ying, imoga. Salomatligingiz yaxshimi, Toj aka? Yurishmi? Bola chaqalar tinchmi? Ha? Xudoga shukr. Tinch bo'ling. Asha. Hadi imoga tashab qo'ying, shuni. Imo bor, imo. Ha. Shunga tashab qo'ying. Mana shunday qilib mana yana 5-avgustda endi har oyda 5-chislasida shu Toshkentda birga o'qigan nimalar odamlar birga o'tirishib shunday nima qilinadi. Non bor. Bizda Andijonda shunaqa nima. Hozir ham qattiq olib qoldi hoji akam. Malades. Haligi. Menga imoga tashab qo'ying, shuni. Emas, YouTube'dan ko'rasiz. YouTube'da ochib, YouTube'ga a'zo bo'ladi. Ashi, yo'q, sizda YouTube bor-ku. YouTube'mi? Ashini ochingda Xurboy Madaliyev desangiz chiqadi kanal. Shunday bosasiz 5-avgustda. Shuni tashab qo'yasizmi siz? Yo'q, o'zi chiqaradi telefoningizda. Xurboy desa chiqaradi. Mana shunaqa. Ko'l mana bu yog'i. Rossa soya, salqin, mazza joyi. Xurboy Madaliyev deymi chiqadi? Mana yerda zapastoy mana nimalar bor ekan. Choyxona, mazza joyda, вообще batamom salqin, soya joylar ekanda. Mana narigi betida bank, Xalq banki, yana nima bank, Agrobank bog'da narigi tomonida. Mana shu joyda mana nima qilyapmiz. Endi kelgusida 20 mana shu yilda 22-shu oyda 22-chisilarda Xudo xolasa Xorazmda gap bo'ladi. U respublika bo'yicha Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Xorazm har viloyatdan kelishadi. Farg'ona, Namangan, Andijon, shu 14 ta oblast bo'lsa 14 ta oblastdan o'lib qoldi deganda bir 10 tadan 12 tadan vakil yig'iladi-da. Ana shu yerda nima qilinadi? 22-avgust 26-yil. Xudo xolasa u joylarda nima qilib kelsak, gaplashib o'tirib, bunday nima qilib, Obidxon akam narigi chekkada o'tiribdi. Hajga borib keldi, yaqinda keldi. Haftalar bo'lib qoldi kelganiga. Shunaqangi gap so'zlar. Mana shunday dasturxon ustida, bir piyola choy ustida deb gapirishib, mazza qilib o'tiriladi-da.